Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga hammanglar xush kelibsizlar. Mən İftihar Abdurashid. Bugün peyshanba. Hörmətli körürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Amerika hökuməti mal təminləş zənciridəki məcbur əmgək amillərini tozalash üçün Xitayning ikki şirkətining mallarını cheklagan. Bu şirketlerning biri batareya yasaydigan şirket, yana biri biotexnika şirketi ekan. Amerika Vatan bexatarlik ministerligining Reuters agentligiga bergan uchurga asoslanganda, yuqorqi ikki shirketga qo'yiladigan jazo cheklamasi 8 oyning 2 kundan boshlab ijro qilindi ekan. Bu ministerlikning bildirishicha, majbur emgak chetishliqi bo'lgan Xitoy shirketlarini davomli tortib chiqib jazolash Sharq Turkistonda hilam davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarni javobgarlik tortishning bir qismi ekan. Amerika Vatan bexatarlik ministri Alejandro Mayorkas bu haqda bergan bayonotida biz barliq sheriklarimiz bilan hamkorlashib, Xinjiangdagi majbur emgak mahsulotlarini Amerika bozoriga kirgizmaymiz. Shuning bilan bir vaqtda buning chetilmagan savdo aloqani ilgari suramiz degan. Mazkur ministerlikning bildirishicha, hozir Xitoyning 24 shirkati Uyg'ur majbur emgakining oldini olish qonuni bo'yicha qora tizimlikka elingan. Reuters agentligining xabarida ko'rsatishicha, Xitoy hukumatı Tashqi ishlar ministrligi 2 avgust kuni bu haqda bayonot e'lon qilib, yuqorqi ikki shirkatining jazolanganligini qattiq ayiblagan hamda bu shirkatlarning huquq manfaatini qo'g'daydiganligini jakarlagan. Malayziyadagi nopozliq aqllar ambarlaridan biri bo'lgan Baytul Amana nomli tadqiqot o'rni Islom hamkorlik tashkilotining Uyg'ur masalasiga tutgan siyosatiga oid tadqiqot doklati e'lon qilib, dunyodagi 57 musulmon davlatining mazkur hamkorlik gavdasini Uyg'urlar masalasida o'zining nizomnoma va prinsiplariga amal qilishga chaqirgan. Dokladda ta'kidlanishicha, Uyg'urlarning diniy e'tiqodi, siyosiy saodati va inson haqlariga daxl taruz qilayotgan qo'sh o'lchamlarga qarshi turishda Islom hamkorlik tashkilotining nizomnoma va prinsiplariga amal qilishining vaqti kelganligini, bu tashkilotning nizomnomasidagi musulmonlarning haq-huquqi, izzat-hurmati, madaniyat va diniy kimligiga kapolatlik qilish prinsipi Uyg'urga duch kelgan yomon vaziyatda o'zini namoyon qilish keraklik ekan. Bu doklad bir musulmon davlatidagi hukumat bilan zich bog'lanishliq bo'lgan bir aqllar ambirining tunji qitim bundaq bir siyosiy analiz doklad e'lon qilib, Islom hamkorlik tashkilotining Uyg'ur masalasidagi pozitsiyasini tanqid qilishidir. Xinjiangda Uyg'urlarga bo'lgan muomala, Islom hamkorlik tashkilotining nizomi va musulmon dunyosining inkosi mavzuliq 20 betlik dokladda musulmon dunyosining navbatdagi inkosi cho'qim Uyg'urlarga bo'lgan dushmanlikning darhol to'xtatilishi uchun davomli hal qilish chorasi tepishni maqsad qilib tuzilishi va qayta analiz qilinishi kerak deyilgan. Doklad qayd qilinishicha, Islom hamkorlik tashkiloti Uyg'ur masalasining jiddiyligi sababli favqulodda boshliqlar yig'ini chaqirib, Uyg'urlarning taqdirini muzokara qilishi, a'zo davlatlarni ittifoqlashtirib, Uyg'urlarga hamkorlikni yetkazishda tashkilot raisi Husayn Ibrohim Tahaning aktiv rol o'ynashi, Uyg'urlarni qo'g'dashda alayda boshliqlar yig'ini chaqirish orqali yuraklik ham keskin tirishchilik ko'rsatishi, Uyg'urlarga qarta konkret planlarni bekitish kerak ekan. Doklad yana Islom hamkorlik tashkilotining islom va imisi ishlariga mas'ul alayda vakil tayinlab, Uyg'urlar va butkul ummatga qartilgan xato bayonlarga qarshi turishi, muvaffaq va ishonchli bir vakilning tayinlanishi, bularning Uyg'urlar uchrayotgan qiyinchilikni hal qilishda Islom hamkorlik tashkilotining keng bir ko'znak bilan ta'minlashi ta'kidlangan. Baytul Amana 2015 yil qurilgan mustaqil ham tarafsiz bir tadqiqot o'rni bo'lib, bu organning qurg'uvchisi va direktori Dr. Abdulrazzoq Ahmad, Malayziya tashqi ishlar ministrining tinchlik va islom vaymisiga qarshi turish ishlaridagi alayda vakili. U 2019 yili Xitoy hukumatining taklifiga binoan Sharq Turkistonda ziyoratda bo'lgan Malayziya arboblarining biridir. Baytul Amananing dokladida ko'rsatilishicha, Islom hamkorlik tashkilotining boshliqlar yig'ini va favqulodda yig'inida Uyg'urlarning kun tartibidan o'rin olmasligi Xinjiangdagi musulmon azonliq millatlarning taqdirining islom davlatlarining asosiy tashkilot tomonidan nazarga ilinmaganligini ko'rsatib bermoqda ekan. Dokladda Islom hamkorlik tashkilotining 1972 yildan beri uning nizomnomasidagi prinsiplarini ko'rmasga silib kelayotganligi, Uyg'urlarning kun tartibga qo'yilishi, uning nizomnomasidagi insonlarning kishilik huquqi va ummatni qo'g'dash chaqiriqlariga javob berishning tunji qadami hisoblanganligi bildirilgan. Dokladda ko'rsatilishicha, bu tashkilotning Uyg'urlar masalasida hamkorlashishi ham birlashishi, uning nizomnomasini namoyon qilib qolmay, Qur'ondagi islom prinsiplarini namoyon qildi ekan. Navbatda musulmon ellarning g'arb davlatlaridagi islom vaymisiga qarshi turish tashabbusi ularning muhim siyosiy chaqiriqlarining biri. Halbuki, musulmon davlatlarning bir tarafdan islom vaymisiga qarshi turishini ta'kidlab, yana bir tarafdan Xitoyning musulmon Uyg'urlarni terrorlik, diniy radikallik bilan o'xshash o'rin qo'yishni qo'llashi savol paydo qilib keldi.
Xitayning Uyg'urlarni terrorlik, diniy radikallik bilan bir o'ringa qo'yishi Xitoyda islom vahimasining kuchayishini keltirib chiqardi deb qaralmoqda. Baytul Amananing dokladida Islom hamkorlik tashkilotining Uyg'ur masalasiga qarta gaskachi bo'lib olishini alayda ta'kidlashning muhimligi eskartilib, uning Uyg'urlar uchrayotgan qiyinchilik qarab turishi Islom hamkorlik tashkilotining nizomnomasiga og'ir xiloflik qilishdir. Uning nizomnomasining 1-moddasining 14 bölümü va 16 bölümlərdə ta'kidlangandek, a'zo davlatlardan boshqa ellardagi musulmon qarindoshlarni qo'g'dash Islom hamkorlik tashkilotining mas'uliyati deyilgan. İstanbulda yaşayotgan ot yurak vatanparvar shoir Abdulhamid Uyg'urning 29 iyul kuni İstanbulda tuyuqsiz vafot bo'lishi muhojiratdagi bo'libmi Turkiyadagi Uyg'ur qarindoshlarimizni cho'nqur azoblantirdi. Marhumning meyit namozi 31 iyul kuni İstanbulning Safaköydagi Fatih jamisida o'qilgandan keyin yerlikka qo'yildi. Marhumni yaqindan taniydigan İstanbul Sabahattin Zaim Universitetining o'qituvchisi, Dünya Uyg'ur Qurultayıning Türkiye vekili Dr. Burhan Ulugyol bu vaqt Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bo'limiga qilgan so'zida marhum Abdulhamid Uyg'urning maydoni aniq, haqqoniyat tuyg'usi kuchli bir kishi ekanligi, İstanbulda Xitoy qarshi qayerda namoyish va yoki faoliyat bo'lsa, shu yerga vaqt chiqarib bordiganligi, vatan millatning hurlik uchun qo'ldan keladigan barliq hamma ishlarni qilib kelganligini bildirdi. Marhumning vafotidan keyin Dünya Uyg'ur Qurultayı vaqfisi va Uyg'ur akademiyasi vaqfisi qatorliq tashkilotlar Abdulhamid Uyg'urning vafoti to'g'risida ta'ziyanoma e'lon qildi. Uyg'ur akademiyasi vaqfisining ta'ziyanomasida mundaq deyilgan: Uyg'urlarning mustaqilligi va hurlik uchun kurash qilgan 20 necha yil Xitoy zindonlarida yotgan va Turkiyaga chiqibmi qo'lidan kelishicha Xitoy qarshi faoliyatlarga aktiv qatnashgan shoir va inqilobchi Abdulhamid Uyg'ur apandining tuyuqsiz vafotidan intayin qayg'urdik. Marhum Abdulhamid Uyg'urning tuyuqsiz o'limidan keyin ijtimoiy taratqularda uning zaharlanganligi haqida turli gap so'zlar tarqalgan edi. Bu vaqtda fikr bayon qilgan Dr. Burhan Ulugyol munolarni ta'kidladi. Abdulhamid Uyg'urning o'limi sababi to'g'risida hozircha bir narsa deyish baldirlik qiladi deb o'ylayman. U Anqaradan İstanbulga kelish jarayonida tuyuqsiz qazo qilganlik uchun jamoat orasida shubha paydo bo'ldi. Lekin uning o'limi zaharlanishdan bo'lganmi yoki boshqa kasali bormi, bu to'g'riliq hozircha doktorning yakuni yo'q. Qonun doktorlari uning qon avrishkisini tekshiryotdi. Bunun natijasi 15 kundan bir oygacha bo'lgan vaqtda chiqdi ekan. Buni shu vaqtda andin bilishimiz mumkin. Marhum Abdulhamid Uyg'urning ilgari Qashqarda birga o'tgan va uni yaqindan taniydigan septishi, hozir Kanadada yashayotgan Ibrohim Obul Damullamning bu vaqtda Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bo'limiga bildirishicha, marhum Abdulhamid Uyg'ur 1992-yili Xitoy hokimiyati tomonidan tutish buyrug'i chiqarilib qochib yurgan vaqtlarida Ibrohim Damullam bilan tanishgan va uning uyida bir mezgil yoshirinib turgan ekan. Ibrohim Damullamning bildirishicha, Abdulhamid Uyg'urning yurti Yakan bo'lib, bu yil 52 yoshga kirgan ekan. Uning asl ismi Abdulhamid Barat bo'lib, u Xitoy kommunist hokimiyati tomonidan 1992-yili tutish buyrug'i chiqarilgan bosh surti Sharq Turkistonning har qaysi shahar va yezdlarining ko'chalariga chaplangan ekan. İbrahim Damullam marhum Abdulhamid Uyg'urning mayli vataniga chog'larida bo'lsin yoki chet elga qochib chiqqandan keyin bo'lsin, vatan millatning hurlik uchun izchil kurash qilganligi, bo'libmi vatanni qochib yurgan mezgillarida jim yotmasdan Sidiq Qarim qatorliq sepdoshlari bilan birlikda maxfiy harakat qilib, Aqsu, Urumchi, Qarashahar qatorliq shaharlarda xalqni uyg'otish tashviqoti ilib borganligini bildirdi. İbrahim Damullamning bildirishicha, Abdulhamid Uyg'ur septishi Sidiq Qarimning uyida panohlanib yetib, 7 oydan keyin Yakandan ketgan. Ammo 1993-yili tutilib, shu yili Yangsar noyisida sotlangan va 20 yillik qamoq jazosi hukm qilingan. 2013-yili turmadan chiqqandan keyin 2014-yili ming bir mushaqqatda Tayland va Malayziya orqali Turkiyaga kelgan. İbrahim Damullam marhum Abdulhamid Uyg'urning İstanbulda yashash jarayonida xalqni uyg'otish mazmunida har xil she'rlar yozganligi, uning Qo'zg'al xalqim degan she'rlar to'plamining İstanbulda nashr qilinganligini bildirdi. Marhum Abdulhamid Uyg'urning vatanni birga o'tgan septishi Sidiq Qarimning bildirishicha, Abdulhamid Uyg'ur qochib yurgan 1992-yillarda Sidiq Qarim uni o'ziga yushirib, 7 oy atrofida holdan xabar olgan ekan. Sidiq Qarimning bildirishicha, marhum Abdulhamid Uyg'ur 20 yil turmada yetib chiqqandan keyin ota-onasining o'lib ketganligidan xabar topgan. Urug' tuqqanlari uning bilan ko'rishdan ehtiyot qilganlik uchun yolg'iz yashashga majbur bo'lgan. Ular ikkisi 2014-yili İstanbulda qayta uchrashgan ekan. Sidiq Qarim mundaq dedi: Abdulhamid qarindishimizning vafot bo'lishidan intayin afsuslandik va qayg'urdik. Bu qarindishimiz zolim Xitoyning turmasiga kirgandan keyin shu qadar og'ir zulm ostidami, yana jangovar ruh bilan iymon, islom va vatan millat da'vosi yo'lida kurash qilishdan voz kechmagan. U yana chet elga chiqibmi, vatan millat uchun namoyish va siyosiy faoliyatlarga aktivlik bilan qatnashdi. O'tliq she'rlarni yozdi.
Xitoy Uyg'ur tilidagi ma'rifni cheklab, milliy adabiyotning taraqqiyotini to'sayotgan bugungi kunda Uyg'ur adabiyotiga doir kitoblar Turkiyada orqa-orqadan nashr qilinmoqda. Yosh yozuvchi Abdulahad Abdurashid Barqiy yozgan O't yurak shoir Abduxoliq Uyg'urning hayoti va ijodiyatlari bayon qilingan Abduxoliq Uyg'ur nomli roman turkchaga tarjima qilinib, Turkiyada nashr qilindi. Abdulahad Abdurashid Barqiy bu roman yezib, Urumchida Uyg'urcha nashr qildirishga uringan bo'lsa-mu, lekin nashr qildirilmagan. Mazkur romanni Turkiya Yevrosiya yozuvchilar jamiyati turk tiliga tarjima qildirib, o'zining Bengü nashriyatida nashr qildirgan. Kitapning muqovasiga Abduxoliq Uyg'urning surati berilgan. Abduxoliq Uyg'ur nomli romanni turkchaga tarjima qilgan Izmirdagi Egey universiteti Turk dunyosi tadqiqot instituti professori va Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi Olimjon Inoyat apandi Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limiga qilgan so'zida romanning badiiy jihatdan muvaffaqiyatli yozilgan asar ekanligini o'ttirib qo'yib mundaq dedi. Yosh yozuvchimiz Abdulahad Abdurashid Barqiyning Abduxoliq Uyg'ur nomli romanini vaqalik va siyosat qurilmasi, personaj qatlami, muhit tasviri, til va uslub alaydiligi qatorliq jihatlardan muvaffaqiyatli yozilgan roman deb baholashga bo'ladi. Olimjon Inoyat apandi romanda Abduxoliq Uyg'urning hayoti tafsili yoritib berilganligi haqida to'xtalib mundaq dedi. Romanda shoir va inqilobchi Abduxoliq Uyg'urning hayoti butun tafsiloti bilan nihoyat jonliq yoritib berilgan. Normalda biz Abduxoliq Uyg'urni O'yg'on nomli she'rini yozgan millatchi va inqilobchi shoir deb bilamiz. Lekin Abduxoliq Uyg'urning kishilik hayotining, ijtimoiy hayotining tafsiloti haqida ko'p ma'lumotga ega emasmiz. Avtor mazkur romanda Abduxoliq Uyg'urning 32 yillik hayotining halqiliq bosqichlarini, yana uning yetishish jarayoni, dunyo qarashi, sevgi muhabbati, jamiyat tonishi, siyosiy engi va g'oyalarini badiiy til orqali bayon qilib o'tgan. Romanda asos tema bilan bo'laklar va bo'laklar bilan butunlik o'rtasida kuchli mantiqliq bog'lanish bor. U romandagi personajlar to'g'risida ma'lumot berib mundaq dedi. Romandagi personajlarning bir qismi tarix shaxslardan tanlangan bo'lsa, yana bir qismi badiiy to'qilma orqali yaratilgan. Tarix shaxslardan Abduxoliq Uyg'ur, Mahmud Muhiti, Xo'ja Niyoz Hoji, Yang Zishing, Pan Yavnan, Jin Shurin, Shang Sey, Ma Jungying va Ma Shimin qatorliq shaxslar o'ziga xos ruh, xarakter va psixikaga ega qilingan. Shong romanda bu shaxslar ko'z oldimizda nihoyat jonliq namoyon bo'ladi. U romandagi voqea va personajlar haqida to'xtalib mundaq dedi. Roman Abduxoliq Uyg'urning Tataristonning Qozon shahridagi tahsil hayotidan boshlangan. Keyin u Toshkentda bo'lgan. Toshkentda Abdurauf Fitrat, Zeki Validi tug'anga o'xshash millatchi, yangilik parvarlar bilan tanishgan. Abduxoliq o'z yurti Turpan qaytgandan keyin ma'rif va nashriyat ishlari bilan shug'ullanadi. Bir mezgil Qarshaharda turganda Mo'ng'ul tili o'rganadi. Turpan va Qumul inqilobi portlaganda bu inqiloblarga yaqindan moslashadi. Turpanda inqilob boshlaydiganda xoinlarning sotqinlik tufaylidan Shingsey tarafidan vahshiylarcha qatl qilindi. Romanda Mahmud Muhit bilan Xo'ja Niyoz hojining Lükchunda birlashib dushmanga qarshi qilgan jangi nihoyat obrazliq bayon qilingan. Turkiyada Uyg'ur adabiyoti 1980-yillarning oxirlaridan tortib tonishtirilmoqda. Bu sohada hozirgacha 10 ga yaqin Uyg'urcha roman turk tiliga tarjima qilinib nashr qilingan. Romanning avtori Abdulahad Abdurashid Barqiy ko'z ko'ringan shoir va pedagoglarning biri bo'lib, u Xinjiang Ma'rif institutining o'qituvchisi bo'lib ishlagan. Erkin Osiyo radiosi muxbirining uzunga so'zilgan aniqlashlari natijasida uning yurti Lopnayisning Sampol yezisidan ekan. Saqchi xodimi shoirning 13 yillik kesilganligi va tumshuq turmusida jazo muddatini o'tayotganligini dalillagan. Abdulahad Abdurashid Barqiy 2014 va 2016 yillar orasida Isroiliyada 2 yil ilm tahsil qilgan edi. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xeyr xo'sh.